qilishakman doğrusu. Ya'ni bu narsa nav haqida. Hunar, ya'ni kasb doğrusunda bu. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, masalan, o'qimagan bola bir kora, masalan, bolalarni kora yuboradilar hunara, ya mashina ustachilikka, ya mebelchilikka. Ya'ni o'qimasa korni o'rganib biladi degan mening niyat. O'zi aslida bu narsa neto, xato deb o'ylayman. Yana oddiy misollarga ko'rsatishim mumkin. Men shu narsani. Bu bir odamning kuxniya yo'lini полный chertoji. Görədən bolsanızlar bedən neçə xil fən aralashgan. Ya'ni chizmachilik, hisob kitob, ya'ni toshna detallarni joy-joyina qo'yib bilish, yana fantaziya, dizaynerchilik, yo'q narsani oldindan tasavvur qilib bilish, ya'ni fazoviy fikrlash. Bu narsa esa hech qanday o'qimagan odam qilib bilmaydi deb o'ylayman. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, chalik hisob kitob qilingan bu yerda, yozilgan, chizilgan. Bu narsani esa ko'pchilik o'ylaydi, ya'ni bolam o'qishga qiziqmadi, shogirdlikka baraman, shunda bir hunar o'rganadi. Yo'q, uni emas. Ya'ni o'qishga qiziqmagan bola hech qachon undan hunar ham chiqmaydi. Ya'ni bir sohaning ustasi, u malyar bo'lsin, yo bo'lmasa mashina ustasi bo'lsin, yo bo'lmasa bir hunarmand bo'lsin. Masalan, mebelchilikni, eshikni, boshqadi. Bu umuman neto narsa bu. Albatta, bu meni o'zim shaxsiy fikrim. Ya'ni o'qimagan bola, o'qishga qiziqmaydigan bola hech qachon hunarlan bo'lib bo'lmaydi. Bu 100% fakt narsa bu. Bu bilan nima deyecekman? Biz o'qimagan bo'lsak ham, lekin hayotni yaxshi o'qiganmiz. Tayyor nima deysan? Men bedabrina diplomlayman mebelchik. Hamma rahmat.